Sevinch Mo'minova qaysigilar? Sevinch xonim, hozir bu yerda bitta taklif bo'lyapti. Fan klubingiz kelishgan. O'z yaxshi bilasiz, siz doim qo'llab-quvvatlab turadigan ajoyib singillaringiz, yaqinlaringiz mana do'stlaringiz tashrif buyurishgan. Fan klub shu yerdamisizlar? Bitta qochib ketdi meni kutib olishga, mashinani yoniga. Ular yo'lda turmaydi oxirigacha. Bu yo'lda turishadi. Ushlab olishmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa shu padarkamiz bor deb turishadi, mayli bo'lmasa. Yo'lda mashina yonida kutishadi. Ha, shu yerdasizlar, ana shu yerda turishibdi, padarkalar bor ekan. Ha, nahotki. Ovolasizmi padarka? Hop, va fan klubni bitta vakil kelsin bo'lmasa, bitta vakil. Padarka bilan, ha, padarkalari bor ekan. Boramizmi yo'llariga? Marhamat. Qaraysizlar, Sevinch Mo'minova fan klublarida maxsus sovg'amiz. Ha. Ozgina ruxsat berib turasizlar, iltimos qilamiz. Shu fan klub o'ziga, fan klub o'ziga. Qaysigilar ayslar? Hop, tez suratga tushamiz. Mana mikrofonim ovozi chiqmayapti-yu. Mikrofon ovozini sal ko'tarib berar ekansizlar. Yonma-yon turib olinglar, diqqat. Sevinch Mo'minovani ashaddiy muxlislari fan klub. Menga bitta qarab beringlar, menga bitta qarab beringlar. Ha, qizlar, qani diqqat. Bo'ldimi? Rahmat, rozi bo'linglar, men aytsak uyga olib ketaveraman bu yog'ini. Rahmat, tez sog' bo'ling. Salomat bo'ling, rahmat. Sen jo'minaga mumkin emas bunaqa dietadalar. Hop. Hazillashyapman. To'g'ri borib topshiring. Administratorlar shu yerda. Rahmat. Zokirjon. Yo, bezovta. Ammo mashina yonida turibsizlar. Mayli, rahmat sizlarga, sog' bo'linglar, xursandman ko'rganim. O'rta Osiyo yorqin yulduzi Sevinch Mo'minova qaysigilar? Rahmat. Men sizlarni sevaman, inshaalloh hali yana ko'p uchrashamiz. Konsertimiz tugabdi. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.